Basma. Zafer yaşa, Zafer. Oyna. Şarap. Lan basını büyütüp söyleme o. Arapça futbol borda ro'yxat tushdi. Arapça futboldan borda ro'yxat tushdi. Türkçe bormi? Voti bor. Dumala bor. Doğru basayım. Abrordaydı. Sağ kaldı, bir daha vurup koyaydı. Vuramayın. Yok, özümdeki. Özümdeki. Instagram'da. Turg'un O'ralov'da. Qaydan beri gruppa yayrayapti ekan. Instagramdan jonli efir qilishga to'g'ri kelib qoldi. Onun sınıf. Молодец! Birini yatib ketyapti.
gol muallifi. Afg'oniston zarba. Darvozabonlar joyisi Shuhrat. Offside. Offside ko'ryapti. Bilinib turibdi-ya, offside bo'lganligi. Voy bili. 1-0 hisob. Yatib yetyapti. Ortiqdan tartmading. Voy, zo'r o'ynayapti. Ketdi aka. Zamonimda zarba. Afsuski noaniq deganday bo'ldi. Voy. Darvoza yoniga bordi bu to'p. Yomon zarba berdi lekin. Ahamiyat bermanglar so'kishlarga. Ketdim. Bosasan. Siz ham yetib keldingizmi? Ay, Bitta yomon o'yin ketyapti. o'ta shiddatli. Vaqt oz qoldi. Ahamiyat bermaymiz. Shoshilmayki. Bos! Ketdi aka. Voh. Dahshat, chiroyli. Man zaxiradagilar, burchakdagilar, tomoshabinlar, muxlislar hammasi jo'tda. Nechta obunachi ko'ryapti? Aka bloger ekan-da. Bo'ladi. 6 kishi qora o'tiribdi. Hozir. Bosamiz. Yatmading-da endi. Yatpa, yoribdi, o'y, bos. Jirt degan joydan, davay. Bos. Yirkalla bilan. Yo! Yartipani bosib tashlayapti hozir hujumlar ortida. Mirdali bosyapti hozir. Shturm bo'lyapti. Ana, jarima zarbasi. Xavfli vaziyat. O'ta yomoni. Gol bo'lish ehtimoli juda katta. Az uni turadi-ku aka nima edi? Tirishligimmi? Ona soat 11 Qaraymiz, xavfli vaziyat. Jarima zarbasi. To'g'ridan to'g'ri zarba berishi mumkin. Burchak zarbasi. Sharhlovchiga u betaraf bo'ladi, qaysi taraf bo'lsa ham. Bir tarafni maqtamaydi faqat. Ana. Yaxshi. Shtraf. Jarima zarbasi O'zbekiston jamoasiga. Qarshi faol ishlatildi. Yo'q, tugadimi? Yatib ketdimi? Yatib birinchi o'rinda oladi nasib bo'lsa. Bosamiz. Aytadi-yu, sizdan like, podpiska, bizdan jonli efir. Bosamiz. Yoshim. Berdal foydasiga yon chiziqdan. Beg'amda chiqamiz. Hakam qaytadan o'yinga kiritishini so'radi. Zaynatov zo'rimiz, yaxshimiz. Charchamasmi? Bizlar sharhlab turamiz o'yinda. Final o'rtoqlar, final. Ikkinchi taym yakunlanmoqda. Vaqt oz qoldi. Yatpa 1-0 hisobida g'alaba qozonmoqda. Yomon o'ynaydi. Mayda bor-ku. Qaysi? Jeti. Yetdimi? Ko'k jeti. Charchab qoldi-da. Biza o'yinni aniq yaqinda borib, to'y futbollar bor edi. Yuzlarning telash. Zarba! O'yinga qaraymiz. Albatta biz g'alaba qozonyapmiz. Yatpa jamoasi g'alaba qozonmoqda 1-0 ga. Final.
Davlat xavfsizlik xizmati kubogi. Aylantirmalaring! Sudya. Hakam men akam deyman. Hozir nima bo'lyapti? Tushunmayapman. Qaysiga? Hozir bu yerda nima bo'lyapti? Hozir burchak deyishdi. Burchak zarbasi ekan. Ko'rmadi. Ha, ko'rmadi, burchak zarbasi dedi. Burchakdan o'yinga kiritildi to'p. Yaxshi, o'yinchilar qaytarishdi. Abror, 5-raqam. Rasvo qilib qo'yding. Sudya qaysi yerda? Sudya qora kiyimda, ko'rinmaydi u. Yana burchak zarbasi. Berdali bosib tashlayapti ikkinchi taymda. Yartiqqa bo'shashib qoldi. Qilmagan egallayapti-da, aka. Vaqt bo'ldi-ku. Vaqt oz qoldi. Harakat qilamiz yigitlar. Oq formada. Oq formada Yartiqqa. Yaxshi, Xurrami, darvozabon. Ajoyib. Yot. 2 minut yot. Tashlama, tepma. Yotish kerak 2 minut. Bo'ldi mana. 7-raqam ketdi. 6-raqamdan. 17-raqam. Ushla. Sirach bo'ldi. Qo'yding ishtaringga. Молодец! Aka shamol ham ularga urishyapti. Jinglayotgani uchun. Bilasizmi, shamol ham beqaror qilib ketyapti. Ha, video nima ketyapti, ha? Bere. Shamol akitmayapti-da, mana. Davay Ketdi. Yartiqqa ketdi. Ofsaydga chiqib qoldi. Ofsayd. Unga tashlamaydi-da javob. Bilinib turibdi-ku ofsaydligi. O'yindan tashqari holat. Chiqib ketdi. Out bo'ldi. 6-raqam. Javohir. Alo. Aziz Gandon kallangan sizga Aziz. Qo'ydasan. Chiroqcha bormi? To'olmadim kallangni. Dialogda asta kilo asta. Молодец. Chiroqcha borib. Bu telekanalimiz ijtimoiy tarmoq. Shunga har xil so'zlar qatnashaveradi. Voh! Молодец! Sal qoldi. Hakam penalti belgiladi. Albatta nimalar bo'lib ketdi o'yinimizda. Nima bo'ldi? Chiziqdan tashqari. Burchak zarbasi deyishmoqda tomoshabinlar. Ammo hakamning qarorini kutamiz. Burchak zarbasi belgilandi. Davay, Sudya aka, davay. Burchak zarbasi tomoshabinlar. Urush boshlanib ketdi. Diqqatni o'tkazayotgan odam inson bilan. 9-raqam raqib jamoasini tinchlantirmoqda. O'yna dedi. Mana. Qo'riqlash xizmati, TPSlar, YPXlar hammasi shu yerda. Yaxshi. Zarbalar ketma-ketligiga yog'ilmoqda. Darvozabongacha keldi to'p. Borma, kuyasan. 9 Muzammar, charchab qoldingizmi? Молодец! O'yinlar jonli efirda tomosha qilamiz. Soatim allamahal bo'lib qoldi. Tugatinglar, bo'ldi. Vaqt tugadi. O'yinda o'zgarish. 5-raqam o'rniga 22-raqam maydonga tushdi.
Duolar ostida. Mujib. Muzaman uxlab qoldi. Yaxshi, 22-raqam. Jonli efirda. Verdali jamoasi yon chiziqdan o'yinga kiritadi to'pni. Ketdi, out yo'q. Burchak yo'q. Erkin zarba bilan darvozabon o'yinga kiritadi. Afsuski darvozabonimiz salgina uxlab qolish arafasida. Ana, tomoshabinlar, to'pni menga bermaysanmi? Men to'pni yorib tashlamaymanmi deb qoldi. Vaqt bo'ldi, vaqt tugaydi. 2 minut qo'shilsa ham tugaydi. Bo'ldi, tugatdim. Yartmani qo'llab-quvvatlayotgan tomoshabinlar juda ko'p, azizlar. Nimalar bo'lib ketmoqda? O'yinimizda xavfli burilish. Hakam bilan YPX xodimlari o'rtasida janjal kelib chiqdi. O'yinda to'pdan burilish. Azizlar, futbol murabbiylari ham shu yerda. Skautlar kuzatmoqda o'yinchilarni. Nasabga olib ketamiz deyishyapti. Deyishmoqda. Dortmundga ketmoqchi. Davay. Sani sotamiz deb bular o'zi kut qo'yardi. Maqtab. Sovg'a berish marosimi bugun emas. O'zlari qachon bo'lsa aytib o'tishadi. O'sha paytda jonli efirda chiqamiz albatta. Sizlar uchun maxsus bo'ladi. Vaqtni ko'rmoqda, vaqtni. Sudya, jamoa sardorlari vaqtni tomosha qilmoqda. O'ynaymiz. Vaqt tugab qoldi azizlar, shoshmaymiz. Mana yatfaqli. Yaxshi! Jarima zarbasi belgilandi. Yatfaga qarshi. Tillaram jingalik bo'lib ketmoqda. Ahamiyat bermaymiz. Mana janjal, futbolda janjal. Futbol janjalsiz o'tmaydi deydilar. Aziz muxlislar, jarima zarbasini tepmoqda. Zarba! Qo'ldan chiqarib yubordi. Gol kerak, gol! Zarba! Ketma-ket zarbalar. Afsuski bormayapti. Zarba yana! Jonli tarzda ko'rmoqdasiz. Yartba ahlida. Yana o'sha gap, to'pni menga bermaysanmi, yorib tashlamaymanmi? G'alaba bizda qolmaydimi deyapti. Yaxshi, jarima zarbasi belgilandi. Nimalar bo'lib ketmoqda o'yinda? Va ambulansni chaqirmoqman. Eng xavfli o'yinchidan to'g'ridan-to'g'ri zarba ko'rishimiz ham mumkin. Kameramiz bitta, har xil rakursdan olishga qiynaladi. Zarba!
Chiqib ketdi. Ustundan ham, to'sindan ham yuqorida o'tib ketdi. Ana muxlislar ovozini eshityapsizmi? Har xil so'zlar. Mana video syomkalar, blogerlar, jurnalistlar, Telegram, televizor, butun jahonda. Muxlislargacha rasm, fotosurat hammasidan bor. O'yin ajoyib o'tmoqda. 88-raqamdan zarba o'yinga kiritildi. Afsuski o'xshamadi. 17-raqamdan. Obbo. Uka, aqib qo'ydim-ku. Darvozabon erkin zarba bilan o'yinga kiritib beradi. Yaxshi birinchi o'rinda oldi, aziz muxlislar. Tomoqlarim tutib, hamma narsa bo'lib qoldi. G'alaba uchun! Hammani g'alaba bilan tabriklaman, yaxshi. Hadishga qilgan hammaga rahmat. Jonli efir hali davom etadi. Jonli efir hali ham davom etadi, azizlar. Tomosha qilib boramiz. Aytga bo'lmaysizlar, ozroq shamollaganmiz. Yatpa jamoasi viloyat bosqichiga yo'l oldi. Qamashi tumanini himoya qiladigan, munosib himoya qiladigan degan umiddamiz aziz muxlislar. Birinchi o'rinni oldi Yatpa. O'yin ajoyib shiddatli bo'ldi. Mana o'sha qahramonlar. O'yinni tomosha qilib boramiz. Hali uzoqlashmaymiz. O'yinning yana ham qiziq joylari bor. Mana. Ulan nechta odam ko'rdi o'zi? Viloyatga chiqdi. Yoshlar yetakchisini olib qo'yamiz. Ularga ish tugadi, endi uyiga ketadi. Domla yayradingizmi? O'yindan keyin darvozabon bilan o'yinchi o'rtasida dialoglar davom etmoqda. Aqib qo'ygan bola. Tamam, bo'g'ilib qoldi sizlarni shahlayman deb o'yinlaringda. Instagramda jonli efirda odamlar ko'rib bordi o'yinlaringda. Hozir ham jonli efir, sizlar tomosha qilib o'tiribdi. Postga joylayveraman, hammang ko'rasan. O'yindan keyingi jarayonlar.
Shaqlab turar ekan. Siraj, o'yindan keyin bir nima deyapti? O'yindan keyin intervyu beraver endi. O'yindan keyin intervyuni bermayman, to'xta. Ha, Sho'rik. Gol muallifi, yagona gol muallifi. Ikki og'iz gapiraver endi. Nima degan? Nimadir deyver. O'g'il yarppa. Yoshlar yetakchisi nimadir deysin endi. Yigitlarga omad nasibsa bilyapti. Respublikaga chiqadi. Muzaffar domladan gap so'zlar eshitaylik endi. Yarppa chempion, har doimgidek. Yarppaga manasiga omad, nasibda bilyapti, birinchi undan ot, Qamash-Tumanining orini ot. O'ylamanglar, Instagram bloklamaydi. Omad. Shunday. Nomer 1. Formani hammang uyingga olib kel. Farruh. Farruh. Albatta. Maktab o'quvchilari. Va mana ham maktab o'quvchisi-da. O'qib chiqaman-ku. Men ham maktabda o'qitaman. Men domlam ketdi ekan bizga. Ustozim kelgan ekan. Obunam kimda o'qityapti hozir? Shuhrat legenda deb yozibdi. Sizlardimi? Legenda. Kim legenda deb yozdi? Malades. Buni nishonlash kerak deb yozibdi tomoshabinlardan. O'yinlar kelyapti. Sho'rik to'puror bo'ldi. Yagona gol muallifi ham shu. Forma kimga? Asosiy darvozabondan bir ikki og'iz gap eshitamiz endi. O'yin vahshidir ularga. O'sha finalga chiqdi. Mana bechora odam ishdan kelib o'tiribdi-da. Toshkentdan. Toshkentdan kelib o'tiribdi futbol uchun. O'ynadimmi? 5 minut o'ynading? 5 minut o'ynabdi azizlar. O'zing tanishtirib qo'y. Hamma taniydi-ku. Bitta. Yana bitta bloger yuribdi bu yoqda. Endi jonli efirni yakunlasak ham bo'ladi. Shuncha o'yinni ko'rdi hamma. O'yin zo'r bo'ldi. O'yindan keyingi holat. Postga joylab yuboraman, postda ko'rasizlar. Viloyat bosqichiga chiqishdi. U legendasilar. Xayr, sog' salomat bo'ling. Keyingi o'yinlarda ko'rishguncha xayr.